Aziz mo'min birodarlar, aka-ukalar, opa-singillar, yaqinlashib kelayotgan hayit bayram hammalarimizga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin. Shu kunlarda juda ko'p mo'min birodarlar, musulmon kishilar muborak safarda yuribdilar. Ularni Alloh taolo ibodatlarini qabul qilsin. Musulmonlar haqida, diyorimiz haqida qilayotgan duolari ijobat bo'lsin. Aziz do'stlar, o'zimizga va yaqinlarimizga ba'zi bir tavsiyalar bor, aynan shu kunlarda qilinadigan. Ertadan boshlab tashrih kunlari boshlanadi. Ertaga Arafa kuni bo'lsa, ertadan boshlab har masjidlarda, har musulmon uylarda, har xonadonlarda, har tillarda Allohni buyuklab takbirlar aytila boshlanadi. Shuning uchun ertadan boshlab iloji boricha takbiri tashrih aytishlikka, ko'proq aytishlikka harakat qilsak yaxshi bo'ladi. Takbiri tashrih hammaga ma'lum. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. Ertaga bomdoddan boshlab to tashrih kunlarini 3-sini asrigacha shu takbir aytilinadi. Yana bir ajoyib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tavsiya bor. Rasululloh aytadilarki, Arafa kunini ro'zasi men umid qilamanki o'zdan avvalgi 1 yil va o'zdan keyingi 1 yillik gunohlarining kechirilishiga sabab bo'ladi deb aytganlar. Yana bir gap borki, kim hayit kechasini tiriltirsa, ya'ni Arafa kuni ro'za tutdi, undan keyin hayitgacha bo'lgan kechani ibodat bilan o'tkazdi. Kim hayit kunini tiriltirsa, hamma qalblar o'lganda ham uni qalbi o'lmaydi degan gap bor. Birodarlar, shu kunlarda hammalaringizga yaxshi go'zal ibodatlar Alloh taolo nasib etishini so'rab qolamiz. Muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin, Alloh taolo qabul qilsin.